Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Avtosalonimizda Silan 7 ni qorasidan sotuvda tayyor. Xohlasangiz kuzovini oq rangi ham bor. Avtomobilimiz to'liq elektromobil, zaryad bilan 542 km masofani bosib o'ta oladi. Avtomat korobka, orqa bagajlari elektronniy, to'rtla balon tortadi, balonlari Michelin balon. 4,5 sekund yuzga chiqadi. Avtomobilimizning saloni ikki xil rangda, xohlasangiz bunaqa chiroyli oranjiy apelsin svetda, xohlasangiz bu salonlari qorasi ham bor. Kuzovini oq rangli kuzovi ham sotuvda tayyor. Diskalarni ko'rsanglar bo'ladi. Brembo tormoz tizimlari bilan jihozlangan. Avtomobilimizni body kitlar taqib bezab qo'yganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 503 million. Ikki xil pozitsiyasi bor buni. Hozir bu eng fulli to'rtla balon tortadigan. Avtomobilni xohlasangiz naqdga, xohlasangiz 25% boshlang'ich to'lov bilan 5 yilgacha banklar orqali avtokredit qilib ham olsangiz bo'ladi. Leasing orqali olsangiz ham bo'ladi yoki 50% ni to'laganda 12 oyga variant savdo o'zaro kelishuv qilib ham olsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun, grafiklar uchun pastda nomerlar qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.